Endi bu kasalninki yaratgan neticesiga bir qarab bakaylı. Bu yaratgan bir netice bo'lsa, nurg'un davlatlar shuni his qildi. Bu Xitoyga beqinib qilishi va bog'linib qilishi. Bo'libmi ishlab chiqargan moljetlarda beqinib qilishiningki bir yomon bo'lgan bir ahvol bo'lib, tibbiy mushu malzemelarda bog'linib qilishni biraz ensirab qildi. Yani bu Wuhan'dan paydo bo'lib dunyoga yayilg'ashqa, dünyada Xitoyga qarshi bir hareketleme paydo bo'ldi. Bu yalğızla bir qancha davlat emas. Nurg'un davlatlarda bunda bir ahvollar var. Ve nurg'un davlatda yashayotgan Xitoylar buni umdanla his qilyapti. Ve shundaqla bu etnik ayrımcılık degandek Xitoyma bununla qaqshayotir Xitoy hukumati. Xitoyma belki bu ayrımcılıkның nim bo'lganligini ta'minini bilgan bo'lsa kerak bu hokimiyatdagi beshidikilar. Bu xil Xitoy qarshi chiqqan bundaq bir hareket bir psikologiyadan ve vaziyatdan o'zi tushunib bilib Xitoyga qarshi chiqyapti. Sebep bu bo'lgan bilan yaratgan natija hamda Xitoyga bo'lgan bir manfiy bir qarash var. Bu menfi qarashninki yana bir cho'nqur tarafini desek, Uyg'ur meselesi, Hong Kong meselesinde Xitoy o'zininki dunyodagi obrazini buzib qo'ydi. Yani bo'libmi bu Uyg'urlarni 3 milyon Uyg'urlarni lagerda solab, ularni tarbiyalash. Xuddi o tarbiyalashlar boshqa maktablarda bo'lmaydigandek, cho'qim ashundaq lagerga ep turib tarbiyalash. Shuningga 21-yüzyılda inson insonga buni qilmaydi. Qandal acaba Xitoy necha ming yillik medeniyetim bor deydi, kültürüm boy deydi. Nima uchun bunda qiladi deb dunyo shunga biraz shubha bilan qarayotdi va Xitoyning obrazimi buzilgandi. Maqitim bu kasal bilan birlikda yana Xitoyning obrazi buzilyotdi ve buzilgan bu obraz Xitoy hamda nurg'un pul to'lasimi bunu tüzlemaydigan bir halga qarab mingyotdi. Onundan başka bu yine bu Xitoyga qarshi chiqqan bir ahvol bilan birlikda başka meseleler bir yerda bo'lyotdi. Xitoyninki bu fursatdan foydalanib o'zininki taraqqiyatiga tayinib turib, dunyoga o'zini to'ntishga ve şundaqla xalqlar qiyin qolgan vaqtida ularga maska ve şundaqla tibbiy malzeme setib berib yoki bikar berib qilyotdi. Ama qilyotdi-yu, bergan malzemeler hammasi saxta bo'lg'achqa, yolg'on bo'lg'achqa nurg'un davlatlar mollarini qaytirib berdi. Bu mu Xitoyninki obrazini buzgan bir ahvol deb ko'rsak bo'ldi. Yana shu kasallar bilan birlikda nurg'un meselelerime yıpılıp kaldı. Misalga qanday mesele deganda Uyg'ur meselesi. Uyg'ur meselesi hem de gün tertipten tushib qoldi desek bo'ldi. 2018'den bugungacha umdanla dunyoning kun tartibida turgan nurg'un shu matbuotlarda Uyg'ur meselesini yezib to'xtamay yezib kelgan, ama Uyg'ur meselesi hozir kun tartibdan tushdi. Hong Kong meselesi. Cenab-ı Xitoy dengiz meselesi, onundaki İngiltere'nin Avrupa'dan ayrılışı, Suriye'deki bu mesele, Amerika'nınki bu saylan meselesi, Yemen'deki uruşlar, canlar ve Avustralya'daki bu ormanlarınki ot gitişi, Amerika-İran arasındaki meseleler, Şimal Kore meseleler, degandek meselelerime bir yerde yıpılıp kaldı. Bu belki bu kasalninki ahvoli biraz tüzelgen vaqtida belki hazır ben sanıgan meselelerinin bir kısmı belki o'ttirga yana tekrar çıkış mümkün. Hazırca bular yepilip kömülüp kalgan bir ahval içinde. Xitoy bunundan bu vakadan başta biraz tereddüt buldu, biraz hangtan kaldı. Keyin biraz tüzvagan ekan bu dunyoga yayilgan virüsten paydalanıp ularga yardım qilish bilan birlikda xalqarodagi obrazini tiklash va shundaqla Xitoyninki
tüzümününki qandaq isil bolğanlığını to'ntishga tirishdi. Ya'ni seninki tüzümler yaxshi bo'lmag'achqa mana Amerikada kasallar yeyilib ketbardi, İspanyada yeyilib ketbardi, Kanadada yeyilyotdi degandek, bu nima İtalyanda yeyilyotdi, Turkiyada mı yeyilyotdi degandek. Çünkü bizning tüzüm yaxshi bo'lg'achqa bizda jiq yeyilmadi deganni jakalayotdi. Hem de bu Xitoyninki Tashqi ishlar ministrligi bağlı bir sözcü. Yani Zhao Lijian degan bir sözcüma özünün Twitter hesabında bu kasalninki manbasi Xitoy. Xitoy nima? Bu virüsninki manbasi Amerika deb. Çünkü Amerika askerleri Xitoyda Wuhan'da bir hareket faaliyetlerge qatnaşkan vaqtida aşağı tirib qo'yib ketib qolgan deydi. Hamda Amerika bunu tuygandan keyin onlarga javob berdi. Bu cevap nima deganda aslında bu koronavirüs emas, aslında Xitoy virüsü. Yoki Komünist Parti virüsü. Yoki Wuhan virüsü deb bu bir cevabını verdi. Şunun bunun üstünde bir talaş tartışma yaşandı ve bir ceryanma yaşanğan oldu. Xitoy nurg'un devletlerge ve özünün tallab qilgan devletler, özüge yakın bo'lgan devletler yoki özüge yardım qilgan devletler. Misalga Xitoyda şu koronavirüsü paydo bo'lgan chaqda Türkiye o Xitoyga yardım qilgandi. Muşu devletlerge yardım qilish bilan abaqa degandek maske ve qolgan tibbiy malzemelarni ba'zilariga begoberdi, ba'zilarini setpagan bo'ldi. Muşu setib berish bilan birlikda Xitoy shuni o'ttirib qo'yadi. Yani hazır biz muşu sığıyelik ipek yolunu yaratyapmiz. Ve şundaqla insaniyet cemiyetini yaratyapmiz. Yani insaniyetning ortak taqdiri cemiyetini yaratyapmiz deydi. Bu gaplarning o'zi aslında Xitoy o'zining şu dünyadaki liderlik obrazını tiklashga tirishayotganini ko'ryapmiz. Çünkü her devlet devletininki ichidagi meseleler bilan sho'qinib qolg'achqa Xitoy bu yerda bir boşluk topgan bo'ldi ve bu inovatini tiklashga tirishayotganini ko'ryapmiz. Ama dünyada başka bir ahvolma paydo bo'lyapti. Çünkü Xitoydan paydo bo'lgan bu virüs çoxum Xitoyning dunyoga yayganligini ve yaratgan degandek siyasi, iqtisodiy, ticaret, turizm ve bu aşxona degandek bütün sektörlerge ziyan bergandek nurg'un insanların turmushiga ziyan berdi. Shuningga Xitoydan to'lam meselesi o'tirib chiqdi. Bu o'tirib chiqqanda İngiliz, Amerikadagi devletlerde, Hindistondagi devletlerde avukatlar bevosita bu ishlarga aralashadi. Hammasi xalqaro qonunlarda bir modda tepib buni qilib bo'lamdi deb. Xalqaroda topamisa, misalga devletning ichidagi qonun, yani devlet ishchi qonundan topilib olamdi deb. Yani Amerikada bunda qonunlar bor. Ama xalqaroda qanday ishiltish meselesi var. Ama hiç bo'lmasa xalqarodan Xitoyga qarshi mundaq bir inkos paydo bo'lganligini ko'rgan bo'ldik. Bundaq bir natijani yaratgan bo'ldik. Hem de bunun bir paytda Xitoyninki bu Cenevadagi temsilcisi bu Birleşken Devletler İnsan Hakları Teşkilatı'ndaki bu devletlerninki insan haklarını tekşif edilen ve teftiş kıldıran adam bulup şu Zhang Duan'ı saylagan. Bu mu dünyada inkazla oldu. Xitoyda insan hakları bo'lmasa, bunda bir moyum yege, bunda bir adamla ekilişinin ki hem külkülen hem de bu kanunga tushmaydigan, qaydaga tushmaydigan bir ish deb bununki talash tartishlar bo'ldi. Ve bu Birleşken Devletler Teşkilatı yeni paydo bo'lgan bu vaqalarga ve yeni paydo bo'lgan meseleler, bu siyasi, iqtisodiy xavfsizlik, şu zehir etkisçilikten şu sahtı pasaportgacha nurg'un şu
tarafta Birleşken Devletler rolünü icra kılamayıvatıdı. Çünkü ko'nurab qolgan bir Birleşken Devletler Teşkilatı yeni paydo bo'lgan bir meselelerni hal qilolmaydigan bir holga keldi. Fakat Xitoy yuksalayotgan Xitoy mushu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ramkasında yoki mushu zeminde mushu minbarda o'zining manfaatini qo'g'dab qilish uchun Birleşken Devletler Teşkilatı'nı qo'g'dab kelyotdi. Ama Amerika bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın nurg'un organlarından ayrılışga başladı. Birisi mushu Xalqaro Səhiyyə Teşkilatı. Bu teşkilatının Xitoyga yan baskan bir ahvalını Amerika ko'rgachga ve bu yerden ayrılışga başladı. Yani bir paydo qilgan bir iş Amerika bilan Xitoyning arasındaki bir münasebet. Başta bilimiz bu savdo urushi bilan mushu ekonomi urushima va texnologiya urushima boshlagandi. Endi bu virusdan tüpeyli iki devletninki münasebeti texim jiriklashdi. Jiriklashgan jarayonda iki devletning münasebetini üzüp tashlash degan bir ko'z qarashma paydo bo'lyotdi. Bo'libmi shu iqtisod jihatdan, tijorat jihatdan qilish lozim deydi. Çünkü Xitoy tamamen Amerikadan foydalanyotdi, Amerika Xitoydan foydalanamayotdi. Shuningga bu zincirni üzish, munosabatni üzüp tashlash degan gap so'zlama paydo bo'lyotdi. Shuningga bu virus shundaqla nurg'un narsalarni, nurg'un masalalarni paydo qilgan bo'ldi endi.